Jonli kitob. Ota. Muallif Nargiza Usanboyeva. Tum qora kalta qoshlarini chimirgancha atrofga alanglab mashinasiga joy qidirayotgan yigitning miyasida faqat bir fikr aylanardi. Qanday qilib bo'lsa ham kelinni olib qochishim kerak. U joy yo'qligi bois aytilgan go'zallik salonidan ancha nariga mashinasini qo'ydi. Mashinasidan tusharkan go'zallik saloni tomon qaradi. Yuragining gupillashidan nafasi qaytgandek bo'ldi. Bo'ychan, keng yelkali, tik sochlari bir tarafga taralgan, biroz qisilgan ko'zlari o'ziga yarashgan bu yigitning niyati yaxshimi, yomonmi yuzidan bilib bo'lmasdi. Dadil qadami, hech bir ikkilanishsiz go'zallik saloni tomon ildamlashi qarori qat'iyligi va jasurligini bildirib turardi. U yo'l chetiga turnaqor tizilgan mashinalardan o'tib, o'zi istagan manzilga keldi va eshikka qo'l cho'zdi. Lola opa, qachon boshlaysiz? Hozir dugonalarimning hammasi kelsa, chug'urlab sizga xalal berishadi. Oppoq kelin libosda o'tirgan Rayhona go'zallik salonining ichki xonasiga qarab dedi. Ishlay olmay qolasiz. Ichkaridan Lola opaning ovozi eshitildi. Rayhona, iltimos, 10 daqiqa sabr qil. Nonushta qilib olay, bo'lmasa oshqozonim og'rib qoladi. Oshqozonimda yazva bor. Xo'p, kutaman. Xavotir olma. Biz makiyaj qildirsak ham sendan keyin qildiramiz, dedi dugonasi Shamsiya. Rayhonadan keyin men o'tiraman. Navbat egallagan bo'ldi Sitora. Sitoradan keyin men, dedi Shamsiya. Kelin betoqatlanib o'zi o'tirgan keng qora kursdan turdi-da, o'zini oynaga sola boshladi. Garchi hali bo'yoqlar bilan topishmagan bo'lsa-da, shundoq ham tim qora, qalin qoshlari, uzun kipriklari, katta ko'zlari har qanday yigitning aqlini olar darajada go'zal. Sal jilmayishi bilan yuzida paydo bo'ladigan kulgichi va oppoq yuzida chizilgan olg'unchadek yaqqol ko'rinib, o'ziga tortuvchi lablari bir husnini ming qilardi. Jingalakka moyil tim qora sochlari esa qizning egnidagi oppoq to'y libosdan egasini qizg'angandek ko'ylakning hali o'doshiga, hali bu munchog'iga ilinib tort qilardi. Rayhona ko'zguga yana biroz tikilib turdi. Ozg'in, biroz rangpar yuzi, uzun bo'yni, tik va baland qomatiga qarab, ko'ngli to'lgandek jilmaydi. Bu orada salonning eshigi ochilib yopildi. O'zidan ko'z uzolmayotgan, ko'ylagiga havas bilan tikilib turgan Rayhona eshikdan kirgan kishiga ahamiyat qilmadi. Ammo soniyalar ichida o'ziga tikilgan nigohni his qilib o'girildi va qotib qoldi. Qarshisida undan ko'z uza olmay Kamron turardi. Ikkalasi bir-biriga tikilib qoldi. Voy, Kamron aka! Sitoraning ovozi eshitildi. Rayhona 1 yildan buyon Kamronni ko'rmagani uchun ko'zlarida hayrat va dahshat bor. Kamron esa Rayhonaning oppoq libosda malikalardek turishiga mahliyo. Endi nima bo'ladi? Pichirladi Shamsiya. Birinchi Rayhona o'ziga keldi. Kamron aka? Rayhona. Jilmaydi Kamron. Siz shu paytgacha qayerda edingiz? Men mana keldim, Rayhon. Shu paytgacha qayerda edingiz? 1 yil. 1 yil qayerda edingiz axir? Tutaqib dedi qiz. Kamron indamadi. Men 1 yil xavotirdan o'lay dedim. Rayhonaning ko'zlari yoshlandi. To'g'ri, men bilaman qancha yig'laganini. Gap qo'shdi yana bir qiz. Hammasini keyin aytib beraman. Hozir ketaylik. Toqatsizlandi Kamron. Nima? Hayrat bilan dedi Rayhona. Ketdik deydimi? Beixtiyor yonidagi dugonasini turtib dedi Shamsiya. Ketdik. Hozir ketaylik. Keyin hammasini aytib beraman. Men bugun to'yim, ketolmayman. Oq ko'ylak juda yarashibdi. Beixtiyor dedi Kamron. Siz
Domdaraksiz ketdingiz. Oxiri dadam meni do'stining o'g'liga unashtirdi. O'zini oqlamoqchi bo'lgandek dedi Rayhona. Bilaman, Rayhon. Eshitdim hammasini. Shuning uchun uchib keldim yoningga. Seni olib ketgani keldim. Ketdik. Yur. Qayoqqa? Yuraverchi. Seni olib ketgani keldim. Men ketolmayman. To'yim bo'lyapti. Rayhon, hozir ketmasak, keyin birga bo'la olmaymiz. To'ying o'tsa, shu bilan hammasi tugaydi. Hozir imkoniyat bor birga bo'lishimiz uchun. Men bo'lsam ketardim, dedi qaysidir qiz yig'lamsirab. Rayhon yig'lab yubordi. Shu paytgacha qayerda edingiz? Rayhon, men bir janjalga aralashib qoldim. Janjal chigallashib, sudga oshadigan bo'lib ketdi. Shu to'polalar tinchiguncha chet elda yashab turishga majbur bo'ldim. Majburligim tufayli shunday bo'ldi, Rayhona. Bo'l, ketdik. Rayhon maslahat kutgandek atrofga dugonalariga qaradi. Dugonalari esa muhabbat haqidagi qiziqarli kinoni tomosha qilishayotgandek anqayib turishardi. Bo'l, ketdik. Hozir ketmasak kuyov kelsa kech bo'ladi. Ota-onam, dadamning oldida nima degan odam bo'laman? Kechirishadi, tushunishadi. Yur, ketdik. Qiyin masala. Men ketolmasdim. Sitora xo'rsingancha dedi. Yo'q. Ota-onamning yuziga oyoq qo'yolmayman. Rayhona umidsiz qaradi Kamronga. Men sensiz yasholmayman, Rayhona. Sen yashay olasan mensiz? Kamron Rayhonaga yanada yaqin kelib tikilib qoldi. Yur, ketdik. Yasholmaydi. Pichirladi qaysidir qiz. Ketolmayman. Rayhona boshini egdi. Kamron noiloj keta boshladi. Men ketdim. O'ylab ko'r. Shu bilan hayotingda boshqa yigit bo'ladi. U bilan bir umr yashaysan. Men yo'q bo'laman hayotingda. Rayhonning yuragi qinidan chiquvdek ura boshladi. Kamron ketaverdi. Ketib qolyapti, dedi kimdir tomosha tugashini istamaganidan. Keng, yorug', nafis qog'oz va oppoq jihozlar tufayli yanada nafosat ufurib turgan yotoqxonada Ravshan aka kostyumini kiyardi. Dildora opa kostyumining yoqasidan ushlab kiyishga yordamlashdi. Rayhona ketdimi salonga? Ayoliga qaradi Ravshan aka. Allaqachon ketgan dadasi. Menimcha salonga kuyov ham borib qolgandir. Yuragim boshqacha bo'lib ketyapti, Dildor. Rayhonani uzatib ketishayotganda yig'lab yubormasam bo'lgani. Aniq-ku dadasi. Sizning ko'nglingiz bo'sh. Tag'in Rayhona to'ng'ichingiz bo'lganigami, uni boshqacha ko'rasiz. Ha, bosh farzand boshqachada. Ham Rayhona o'zgacha mehribon menga. U nima deganingiz? Bu gapingizni kichkina qizingiz, erkangiz Jasmina eshitsa bormi? Ravshan kulib yubordi. Shuni ayt. Jasmina eshitmasin. Boshim baloga qoladi. Jarima soladi. Jasminani juda erkalatgansiz. O'zi ikki qizingizni ham juda erkalatasiz. O'g'illaringizga qattiq qo'lsiz. Qizlarim uyimdagi mehmonlarimda, Dildor. Mana, bitta mehmonimni kuzatish vaqti yetdi-ku. Yuragim boshqacha bo'lib ketyapti. Rayhonasiz uy huvillab qoladigandek. Huvillasa ham mayli, baxtli bo'lsa bo'ldi, dedi Dildora opa kostyum ilingan vishilkani shkafga ilarkan. Xudo xohlasa baxtli bo'ladi. Dilmurodning o'g'li ham o'zdek og'ir bosiq. Yaxshi bilganim uchun Rayhona bilan o'zim gaplashdim-da. Qizim mening yuzimni yerga qaratmaydi. Do'stimning oilasida tup qo'yib palak yozadi. Shuncha sovchiga oyoq tirab yurganiga men ko'nglida birortasi bormi deb o'ylagandim. O'ylarini eri bilan bo'lishdi Dildora opa. Ammo siz gaplashganingizdan keyin rozi bo'lganiga hayron qoldim. Ona qizimda meni so'zimni ikki qilmadi. Hasrat qopimiz ochilib rosa gaplashib qoldik dadasi. Bo'la qoling, chiqing. Qarindoshlar hammasi shu yerda. Bo'ldi, ketdik. Er-xotin yetaklashib chiqib ketdi. Katta shaharning markaziy ko'chasini mashinalar o'z shovqini bilan buzgudek bo'layotgan bir paytda Rayhona va Kamron allaqachon an'analarni,
qadriyatlarni buzib bo'lgandi. Rayhona oppoq harir kelin libosida Kamronning qo'lini ushlagancha yugurib borardi. Ortiga tez-tez o'girilib olayotgan Kamron dedi: "Mashinani yaqinroq olib kelsam bo'larkan. Hamma bizga qarayapti." "Ey Xudo, nimalar qilyapmiz? Dadam nima deydi? Oyim nima deydi?" Hamon ko'nglidagi ikkilanishlar tufayli azoblanayotgandi Rayhona. "Kechirishadi Rayhona, bo'ldi o'ylama. Hech bo'lmasa mana u ko'ylakni yechmabman. Ulgurmasdik. Balki birdan biz ham to'y boshlaymiz." Kulib qaradi Kamron. "Oq ko'ylakli kelinlar faqat kinolarda qochadi deb o'ylardim." Hansiragancha dedi Rayhona. "Bizni hayotimiz kinolardagidan ham zo'r bo'ladi." "Qani mashinangiz?" "Oz qoldi. Yo'l tirbandligi uchun nariroqqa qo'ygandim." "Qo'rqib ketyapman." "Qo'rqma, men yoningdaman-ku. Yugur tezroq." "Tezroq yugurolmayman. Uf, ko'ylagim uzun." "To'xtama, mana kelib qoldik." Kamron yugurib borib mashinasining eshigini ochdi. "Kela qol, hamma qarayapti." "Obbo, videoga ham olishyapti. Kel, o'tira qol." Rayhona tizzalaridan qo'lini olish barobarida ko'ylagining etagini ko'tarib odimladi. U mashinaning orqa o'rindig'iga o'tirish bilan Kamron eshikni yopdi. So'ng rulga o'tira solib jo'nab ketdi. O'sha nafosat va nur ufurib turgan yotoqxonani endi zulmat qoplagandek edi go'yo. Kravatda Dildora opa boshi bog'liq yotar. Yonida Ravshan aka asabiy holda telefonidan kimgadir tinimsiz qo'ng'iroq qilardi. "Telefon o'chiq", deb qo'yardi o'ziga o'zi. Shu payt Dildora opaning telefoni jiringladi. "Voy o'lmasam, dadasi, quda telefon qilyapti. Nima deyman?" "Ol", dedi Ravshan aka xo'rsingancha. Dildora telefonni titroq qo'llari bilan olib, yashil belgini bosdi. "Assalomu alaykum. Yaxshimisiz quda?" "Va alaykum assalom. Tuzukmisiz? Nimalar bo'lyapti quda?" dedi narigi tomondan Sayyora opa. "Haligi nima desam ekan?" Gap topa olmay qoldi Dildora. "O'g'lim go'zallik salonida kelin yo'q deganida bir shok bo'ldim", dedi Sayyora opa jahl aralash. "Hozir internetni ko'rsam, qizingiz bir yigit bilan qo'l ushlashib yugurib ketyapti." "Nima?" Dildora opa ko'zlari katta-katta bo'lib eriga qaradi. "Ko'rmadingizmi? Ko'ring, aytib qo'yay. To'y xarajatlarini to'laysiz." Dildora opa beixtiyor kafti bilan og'zini yopdi. Shu bilan Sayyora opa aloqani uzdi. "Nima dedi?" yurak yutib so'radi Ravshan aka. Internetda Rayhona bormish." "Nima?" Ravshan aka telefonni olib internetga kirdi. Osonlik bilan qizi va Kamronning ko'chada qochib ketayotganini ko'rdi. Boshni changallagancha kravatga o'tirib qoldi. Dildora opa yig'lay boshladi. "Endi nima qilamiz dadasi? Sharmanda bo'ldik." "Qizing bilan sirdosh bo'lmagansan, ko'nglini bilmagansan." G'azab otiga mina boshladi Ravshan aka. Shu payt uning telefoni jiringlab, xayolini bo'ldi. "Assalomu alaykum o'rtoq, yaxshimisan?" dedi Ravshan aka ham quda, ham o'rtog'i Dilmurod akaning qo'ng'irog'iga javoban. "Va alaykum assalom. Ravshan, nimalar bo'lyapti? To'y to'xtadimi shunda?" dedi Dilmurod aka bosiqlik bilan. Nima deyishni ham bilmay qoldim. "Sen bilan yaxshi niyatda quda bo'lmoqchi edim. Lekin bilaman, sening aybing yo'q." "Kechir o'rtoq." "Kechirim so'rama. To'yga shuncha odam aytilgan. Nima qilamiz? Tezroq biror nima qilishimiz kerak. To'y to'xtatildi deb e'lon qilamizmi?" "To'y to'xtamaydi o'rtoq", dedi Ravshan aka o'ta ishonch va qat'iylik bilan. Dildora opa joyidan sapchib turdi. "To'y to'xtamaydi. To'y bo'ladi", takrorladi Ravshan aka. "Sen bilan quda bo'lamiz. Faqat kelinning katta qizim emas, kichkina qizim bo'ladi. Kelin Jasmina bo'ladi." Dildoraning ko'zlari katta-katta bo'ldi. To'ladan kelgan, ko'zlari qisiqqa moyil, qalin qoshlari kaltaroq, burni go'shtdor bo'lgan
lablari ingichka bo'lgan Nazokat opa bir qarashda urushqoq ayol degan taassurot uyg'otadi. Aslida ham u biroz jahldor va ginachi. U uyida televizor ko'rgancha kofe ichar, anchayin xotirjam edi. Shuning uchun eshik ochilganini va Kamron bilan Rayhona kirib kelganini avvaliga payqamadi. Televizordan ko'z uzmay o'tiraverdi. Rayhona oppoq libosda hurkak oqqush kabi bosh egib turardi. Assalomu alaykum oyijon, dedi Kamron baland ovozda. Va alaykum, ertalabdan qayoqqa ketib qolding? Haligi oyi, mana, men sizga aytgan qiz. Uning bugun to'yi edi. Olib keldim. Nazokat opa nihoyat qayrilib qaradi va hayratdan anqayib qoldi. Nima? Beixtiyor o'rnidan turib ketdi Nazokat opa. To'yi bo'layotgan qizni olib keldingmi? Esing joyidami? Oyi, u meni 1 yildan oshiq kutdi, dedi Kamron Rayhonaga qarab olarkan. To'yni boshqacha to'xtata olmadim. Nazokat opa Rayhonaga sinchkovlik bilan tikildi. Keyin ensasi qotgancha dedi. Ota-onasining yuziga oyoq qo'yib, to'yi kuni qochib ketgan qiz sening yuzingga oyoq qo'ymaydi deya olasanmi? Rayhona yalt etib Nazokat opaga qaradi. Oyi, men bunaqa yuzsiz qizni hech qachon kelin qilmayman, dedi Nazokat qoshlarini kerib qararkan. Keyin indamay joyiga o'tirdi-yu, televizor ko'rishda davom etdi. Oyi, bu nima deganingiz? Qo'rqib ketdi Kamron. Bu deganim, qizni erining oldiga qo'yib kel. Qo'li bilan ishora qilib dedi Nazokat opa. Ammo o'zi yoshlarga qayrilib ham qaramadi. O'sha bilan baxtli bo'lsin. Oyi, men uni yaxshi ko'raman. Men esa kelin ko'ylakda bo'lajak erni sharmanda qilib, qochib kelgan qizni kelin qilmayman. U erta bir kuni seni ham sharmanda qiladi. Ko'zimga ko'rinmasin. Nazokat opa gap tugashi bilan televizor ovozini yanada balandlatdi. Oyi. Nima oyi? Boshimni qotirma. Bor, qo'yib kel. Televizordan ham balandroq ovozda baqirdi Nazokat opa. Oyi, men uni ishontirib olib keldim. Kuyov allaqachon hammasini bilib bo'ldi. Nazokat opa noiloj o'rnidan turdi. Bemalol televizor ovozini pastlarkan, past ovozda dedi. Men nima qilay bilgan bo'lsa? Obor, ko'zim ko'rmasin. Oyi, boshimni qotirma Kamron. Bu paytda Rayhona unsiz yig'lar. Sekin ortiga burilib, xonadan chiqa boshlagandi. Kamron bir onasiga, bir Rayhonaga qaradi. Keyin shaxtam qadamlar bilan onasining yoniga keldi. Oyi, men uni ishontirib olib keldim. Endi qanday boradi u yerga? Keyin men uni yaxshi ko'raman. Usiz yasha olmayman, oyi. Kamron, yaxshi ko'rsang, tarbiyali qizni yaxshi ko'r edi. To'yi kuni qochib ketadigan qizni sevib nima qilasan? Boshimni qotirma. Bor, yo'qot. Kamron shalviragancha Rayhonning ortidan ergashdi. Qayerlardir Rayhonani eslatib yuboradigan. Faqat burni onasiniki kabi sal uzunroq. Yuzidan esa hali bolalikning nuqsi ketmagan Jasmina taksida uyi tomon kelayotgandi. Quchog'iga bosib olgani katta yelin paketda opasi Rayhonaning to'yi uchun tiktirgan ko'ylagi. Qaymoq rang ko'ylak sizni juda ochdi. Ko'ylakning fasoni ham sizga atalgandek ekan. Naq malikalardek bo'ldingiz. Agar opangizning yonida tursangiz, sizni ham kelin deyishadi, dedi tikuvchi Jasmina ko'ylakni kiyib ko'rganida. Jasmina paket ichidagi ko'ylagiga bir qarab olarkan, tikuvchi aytgan gapni eslab, miyig'ida kulib qo'ydi. Opamga men ham makiyaj qildiraman, navbat olib qo'ying demabman-ku, dedi u va Rayhonaga qo'ng'iroq qilish uchun telefonni qo'liga oldi. Odatiga ko'ra beixtiyor ijtimoiy tarmoqqa kirdi. Qiziqarli videolar berib boriladigan kanalda opasi Rayhonaning oppoq ko'ylakda bir yigit bilan qo'l ushlashib yugurib ketayotganini ko'rib, qotib qoldi. Zulukdek qop-qora, bahaybat mashinadan tushib, kuyov-navkarlar qurshovida go'zallik saloni tomon yurayotgan Boburning yuragi ko'ksini koptok o'ynayotgan bolakaydek tepardi. U onalari uchrashtirgan kundayoq
Rayhonani sevib qolgandi. Qiz unga shu qadar xushro'y ko'ringandan bir zum ko'z uzolmadi. To'g'ri, ilgari ham otasi bilan Ravshan amakinikiga borganida uni ko'rgan. Shunchaki amakimning qizi deb qaragani uchunmi yo Rayhona kichkina bo'lgani uchunmi bunchalar chiroyli ekanligini sezmagan ekan. Keyin o'qidi, ishladi. Ravshan amakisining uyidan oyog'i uzildi. 2-3 yil Rayhonani ko'rmadi. Shu qisqa vaqt ichida qizni shunaqa parivash bo'ladi deb o'ylamagandi. Shukurki, Rayhona ham to'ylariga qarshilik qilmadi. Keyin to'y tezlashib ketdi. Ular faqat sarpo xarid qilgani borganda ko'rishishdi. Boshqa uchrashgani fursat ham bo'lmadi. To'y tashvishlari boshlangandan buyon bu ularning 3-bor ko'rishishi hisoblanadi. Oq ko'ylakda qiz qanaqa bo'ldi ekan? Bobur chuqur nafas olarkan, kelganini bildirish uchun Rayhonaga qo'ng'iroq qildi. Qiz pardoz bilan band shekilli javob bermadi. Bezovta yuragining dupurini bosish uchun chuqur nafas olarkan, atrofga qaradi. Kuyov-navkarlar nima qilaylik degandek unga qarab turishardi. Tezlashish kerak, shahar aylanguncha ko'p vaqt ketadi, dedi kuyov-navkarlardan biri. Hali rasm tushasizlar. Birortang kirib kelganimizni aytinglar, dedi Bobur unga qarab. Yigit shaxtam qadamlar bilan go'zallik saloniga kirib ketdi. Boburning 2 ko'zi eshikda. Zum o'tmay haligi yigit ko'zlari bejo boqqancha chiqib keldi. Aytdingmi, tayyor bo'libdimi? Haligi Bobur, kelin yo'q. Nega? Hayron bo'ldi Bobur. U qochib ketganmish. Oyi! Jasmina uyga shoshib kirib keldi. U ijtimoiy tarmoqda opasining videosini ko'rgan zahoti taksini uyi tomon burdi. U onasidan xavotirda. Opasining kutilmaganda qilgan ishi tufayli otasi onasiga zug'um qilishi mumkin. Onasi juda ta'sirchan ayol. Qon bosimi chiqib yotgandir. U qo'lidagi paketni bir chetga uloqtirdi-yu, o'ziga g'alati qarash qilayotgan qarindoshlariga e'tibor ham qilmay, onasini qidira boshladi. Oyi! Ha, Jasmina. Zo'rg'a ovoz berdi Dildora. Jasmina boshi bog'langan, rangi g'azabdanmi, nomusdanmi bo'zarib ketgan onasini ko'rib qo'rqib ketdi. Oy, ahvolingiz yaxshimi? Yaxshiman, qizim, yaxshiman. Qon bosimingiz chiqdimi? Dildora opa bosh irg'adi. Jasmina onasining yoniga o'tirdi. Mehr bilan onasining boshini siladi. Siqilmang, oyi. Ko'rdingizmi videoni? Ko'rmay har bola bo'lay. Endi nima qilamiz? Nima qilamiz, qizim? Opamning telefoni o'chiq. Ha, onasini butunlik qabrga tiqishni istaganmi deyman. Unaqa demang, oyi. Hali javob berar. Nima deyishni bilmay dedi Jasmina. Endi javob bergani bilan foydasi yo'q. U uchun hammasi tugadi. Meni qiynayotgan narsa sen, qizim. Jasminaning yuziga qaray olmay dedi Dildora opa. Men? Hayron bo'lib dedi Jasmina. Ha, dadang opangning o'rniga seni turmushga bermoqchi. Jasminaning quloqlari bitib qolgandek bo'ldi. Oyi, dedi u hech narsani anglamagandek. Nimalar deyapsiz? Dildora opa mehr va hadik aralash nigohini Jasminaga tikarkan yig'lab yubordi. Qizim, to'y to'xtasa sharmanda bo'lamiz. Bilmaganlar ham opangni qochib ketganini biladi. Shunga dadang Boburga Jasminani uzatamiz, to'y to'xtamaydi dedi. Jasmina o'zining o'lim hukmini eshitgan maqtula kabi dahshat ichida qoldi. Men o'qimoqchi edim. Yig'lab yubordi Jasmina. Endigina maktabni bitirgan. Kuni kecha koreys tilidan topik topshiraman deb yurgan navnihol qizning taqdiri birdan o'zgarib ketganidan ona ham ezilayotgandi. Bilasan, dadangni yuragining mazasi yo'q. Men shundan xavotirdaman. Hozir Jasmina to'yga rozi emas desam,
Dadang yuragini changallab qolishi aniq. Opang dadangning boshini egib ketdi. Qaddini bukdi. U yana boshini baland tutishi uchun rozilik bera olmaysanmi? Dildora opaning ovozi titrab ketdi. Jasmina o'yga tolib qoldi. Yerdan ko'z uzmay unsiz yig'lardi u. Ko'zlaridan tomchilab tushayotgan yoshlar yerga emas, onaizorning hozirgina Rayhonni yetkazgan jarohatining ustiga tomayotgandek yuragini achishtirardi. Uning qizini ovutishga na istagi, na kuchi bor edi. Bo'layotgan voqealarning tezroq bo'lib o'tishini, hamma ko'ngilsizliklardan tezroq qutulishni xohlardi u. Ammo go'yo vaqt to'xtab qolgan. Jasmina haykalga aylangan. Haykalning ko'zlariga suv tomchilatuvchi uskuna o'rnatilgandek tinimsiz yosh oqardi. Dildora opa dunyoga sig'may borardi. U dunyoga o't qo'yishga qodir kuydiruvchi uh tortdi. Uning bu ohi qizining qalbini qalqitdi. Oyi, men dadamning sizning boshingiz egilishini istamayman. Lekin dadamga ayting, meni o'qitsin. Bo'g'ziga qadalgan alamni zo'rg'a yutib dedi Jasmina. Dildora opa yig'lab yubordi. Jasminani bag'riga bosib, ezilib yig'ladi.